Hurmatli mijozlar, Farg'ona shahri Zakanalda bo'lyapti. O'zi mana shu yo'l bo'lsa, chap tomonda, bu tomonda Magnit bor, hamda Barakat magazini bor, somsaxona bor, apteka bor, klinika bor. O'tan shunday o'yin kirganda, mana shu birinchi, ikkinchi podyezdda, ikkinchi qavatda 3 xona, 4 xona qilgan uyimiz qo'ygan bankdan ikkilamchi qilish olish imkoni bor. Oldi ko'rinishi mana domda oldi asfalt qilingan. Oldilarda bola o'yingohi bor, parkovka bor. Mana kattaligi yaxshi. Men aytayim. Akalar, Magnit magazini, Barakat magazini bu soyda bo'y chiqishni kirasiz. O'tganda xo'jalik mollaridan 10 ga kirganda mana shu mahallaning ichida. Bu turgan mashinaning oldida uyimiz joylashgan. Xo'p, mijozlarimiz Rakro'rish. Ikkinchi qavatda 3 xona, 4 xona qilingan uyimiz sotilyapti. Farg'ona shahri Zakanalda bo'lyapti. Kirosh, o'ng tomonda hammom bor alohida. Duvar dekor plus adresnom bor. Endi bu bitta xona. Uyimiz remonti yaxshi. Zo'r xudo xolasa, endi ancha-muncha joylarda o'z uchun kelib avval o'ynays. Bu yotoqxona holati yaxshi. Ayrim jihoz qoladi, ayrim chiqib ketadi. O'zingiz kelgan holatda kelishib mana shu uyni olasiz, hurmatli muxlislarimiz. Hop, endi bunisi kladovka. Eshikdan kirasiz, chap tomonda oshxona, o'ng tomonda mehmonxona. Mehmonga kirdik, holati yaxshi. Ikkinchi qavatda skvoznoy, duvarlar aboy qilingan. Holatlari yaxshi mana. Hojatxona alohida ekan. Eski oshxonaning o'rni 3 xona, 4 xona qilingan. Hamda veranda 6 metrlik romlar taxta ekan. Farg'ona shahri Zakanalda bo'lyapti. Magnit magazini oldida ikkinchi qavatda 3 xona, 4 xona qilingan uy sotilyapti. Narxi $36,000 ozmos kami bor. Pastga egasi nomini qo'yib baraka qilish uchun. Agarda qo'lingizda 10 ming, 12 ming pul bo'lsa, qolgani bankdan ikkilamchi kredit qilib olish mumkin. U qanaqa deydiganlarga olaylik, qo'lingizda $12,000 bir bor. $12,000 bankka qo'yasiz. Bankda qo'ygan bir shakllantirib, sotuvchiga payasiga pul tushib berasiz. Siz uyli bo'lasiz, sotuvchi pulli bo'ladi. Sog' bo'lasizlar. Bizni qo'llab-quvvatlovchi xizmatlardan